Hurmatli obunachilar, patsientkamiz kompleks operatsiya o'tkazganlar bizga 4 ta tug'ruqdan keyin murojaat qilyaptilar. Demak, ko'kraklarga mamoplastika, abdominoplastika hamda krugovая liposaksiya va intimniy plastika amaliyotlarini bitta narkozda bir marotaba o'tkazib berganmiz. Assalomu alaykum. Yuzlar tushmasligi kerak. To'g'ri bo'ladi shunchalik. Biz ovora bo'lganimiz yo'q. Hurmatli obunachilar, patsientkamiz haliga aytganimdek kompleks operatsiya o'tkazganlar, ya'ni mamoplastika, abdominoplastika, liposaksiya hamda intimniy plastika amaliyotlarini chiroyli qilib o'tkazib berganmiz. Patsientkamiz bizga 4 ta tug'ruqdan keyin murojaat qilganlar. Endi tug'ish niyatlari yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Da. Yetadi shularni. Ana shunaqangi chiroyli qomatga ega bo'lganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Bir tasavvur qiling, 5 minut 1 kilogramm bu qo'lingizda, 1 kilogramm bu qo'lingizda yuk ko'tarib yursangiz, demak, ana shu yuk bilan ayollarimiz necha yillab shu yukni ko'tarib yurishi mumkin. Lekin bu yuklardan qutulish uchun biz ayollar komandasi sizlarga astoydil xizmat qilib beramiz. Patsientkamiz 5-kunlari, 6-kun ertalab yoki 5-kun kechqurun men albatta bularni uyga javob beraman. Tabriklaymiz. Orzu. Tak, mana bu chiroyli gullar sizga. Kattakon. Sizga ham kuch-quvvat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Sizlar deydi-ku, ano, juvelirная работа deydi, shunaqa. Rahmat.